There it is. All right, you got this? Yeah, I'll take it. There it is. All right, you got Hey, what's up, everybody? Peace, please. You what the fuck? Bro, chill. Hello, bro. Hello. What are you doing? Bro? What are you doing? Hello, chill, bro. Bro, chill. Yaxshi odamlarni izlang dunyoda. Shu maqsad yo'lida dunyo kezingiz. Topa olmasangiz uni mabodo, o'sha yaxshi odam bo'ling o'zingiz. Bu ko'p yillar Algo me dice que yo estoy en lo correcto, que mi estrella no requiere de tu texto. Yo vengo puesta para echarnos el resto, aunque sea tóxico como el apresto. A tu canal me sintonizo, me conecto. Kechagi o'yindan keyin ovoz hali ham qaytgani yo'q, lekin bir gapni aytmoqchiman. Portugaliya bizga qarshi o'yinda borini tashlashi aniq, lekin biz ham Portugaliyaga qarshi o'yinda borimizni tashlaymiz va do'stlar, bizni AQShda missiya kutmoqda. Shu sababli biz ayni paytda Nyu-York shahriga yetib keldik. O'zbekiston milliy terma jamoasini oldinda Portugaliya va Kongoga qarshi o'yinlarda qo'llab-quvvatlash maqsadida AQShga keldik. Bilasanmi, hayot shunaqa ekan. Bolalikda ko'p narsani orzu qilasan-u, lekin oxir oqibat hech narsaga erishmas ekan. Muvaffaqiyatli insonlar qaytadan tug'ila oladigan insonlar. Endi hech telefonimdagi menga yoqadigan randomli ilovalar. Birinchisi Bekorga yashabman deb o'ylashdan qo'rqaman, oyi. Qornim to'yishi shart emas. Gap karyerada ham emas. Bu hayotim mazmuni. Mabodo bugun o'lib qolsam, bekorga yashabman deb o'ylashdan qo'rqaman, oyi. bu kanallar pulli bo'lish kerak. Hozir sizlarga eng foydali Telegram kanallar bilan bo'lishaman. Birinchisi bu Shinterra. Bu yerda har xil fonlar, PNG formatda har xil stikerlar, emoji va hattoki 3D formatda stikerlar bor. Keyingisi bu Natasha Pro Blogging. Bu yerda esa CapCut shablonlar, stikerlar, shriftlar va hattoki Reels uchun ideyalar bor. Va oxirgisi bu Create and Go. Blog uchun juda foydali. Brendlar bilan qanaqa hamkorlikni boshlash, nimaga sizni videolaringiz zalita chiqmaydi, nimaga kontentni Bu qo'shiq barcha zamonlarning eng buyuk odamlar ko'proq siz bilan vaqt o'tkazishni Step through here, albeit wide. Not back in by Handamov. Oh, is he going to go in? It is!
What a moment! Uzbekistan are level. And Bosbek Fayzulayev has sent that small pocket of Uzbek fans into sheer pandemonium. Uyda Barselona haqida gapirish, Barselonaning o'yinlarini ko'rish va Barselonaning kiyimini kiyish taqiqlanadi. Tushundinglarmi bachilar? Agar Barselona haqida gapirsanglar urib o'ldiraman ko'nglim. Gol bo'lishda har qandadan kelmayapti. Nima kelmayaptilar? Qara, bu yerda tik so'zi zo'r bilan. Salla Barselonaning o'yinini ko'rayotsanlar. Hech o'ylamagandim, o'g'illarim o'zimga dushman bo'ladi deb. Salla Barsaning o'yinini ko'radigan bo'ldinglarmi? Meni o'yimda. Qaydada tan oling, shu yil Barsa kuchli-ku. O'ytir. Hammasini o'yrasan lozim. Hammasini o'yrib, keyin kirasan lo'ya. Dada, hayli men alamingiz bizlardan olyapsiz. Real yutqizsa bizlarda emas-ku. O'zi yana bir og'iz gapirsang, teshqorda kirib ishlari ham toshdi. Dada, jahon chempionati ham oz vaqt qoldi. Keling, haqiqiy muxlislar tayyorgarlik ko'ramiz. Yandex Go'dan kefsiz zakaz qilib jahon chempionatiga repetitsiya qilamiz dada. Bu Mbappe yoki Yamalning transferi emas. Bu KFC'ning muxlislar kombosi transferi. 17-maydan boshlab bu kombo rasman muxlislar jamoasiga qo'shildi. Shartnoma shunchalik zo'rki, 40% gacha chegirma. O'yinni yoqasiz, ilova orqali buyurtma berasiz va tez orada issiq KFC qanotchilari stolingizda bo'ladi. Shunday qilib jahon chempionatini ko'ramiz dada. Kiring. Mayli. Bolam-ey. Ming parcha bo'lakka bo'landi jonim. Bir bandang vasilida muncha kuydirding. O'zi qolib ketgan mujiklar, haqiqiy qarzga kirib ketgan, kimdir tashab ketgan, devушкасы tashab ketgan, yuragidan og'riyotgan o'rtoqlari-yu mujiklar har bittaliga gapim. Bitta o'zinglar harakat qilyapsizlar, brilliantsizlar deganim bu gapim. O'sha erkaklarga sizlarga gaplarim, har bitta gaplarim sizlarga. Mamatdagi o'rtoqlari bor dafiga, tanish bilish, ota-onasi biton bo'lib turib beradigan bolalar o'zi qiyin vaziyatga tushib qolsa hayotda chiqib keta olmaydi. Miya ishlashim anchadan beri o'rganib kelaman. Постоянно mana shu zona komfortini qidiradi. Bizda sizdagi, mendagi bolalar o'zi chiqib ketishga harakat qiladi. Yo'qotmang o'zingizni. Get better. Ayni paytda dunyoda eng ko'p muhokama qilinayotgan, ya'ni heytga uchrayotgan futbolchi bu Joao Neves. Sababi u jamoa sardori Cristiano Ronaldo haqida balki o'zi istab, balki istamagan holda mana bu gaplarni aytgan. O'ylashimcha, barchamiz Cristiano bizning terma jamoamiz va jahon futboli uchun nimalar qilganini yaxshi bilamiz. Lekin ayni paytga kelib, menimcha u ham jamoamizdagi boshqa futbolchilar kabi xuddi shunday deb hisoblaydi. Xuddi jamoamizning boshqa a'zolari kabi jamoamizga yordam berish kerak. Boshqalardan farq qilmaydi. Xuddi barchamiz kabi jamoaning ravnaqi uchun hissa qo'shish uchun kelgan. Joaoning bu gaplari e'tiborsiz qolmadi. Millionlab muxlislar unga Instagram orqali hujum qila boshladi. Ronaldoga ozgina hurmat talab qila boshladi. Ba'zi birlari esa unga o'ynash kerakligini, hattoki Messiga o'ynayapti, senlar ham Ronaldoga o'ynashinglar kerak. Ya'ni Ronaldoning bitta butsasi sendan ko'ra qimmatroq turadi degan gaplar bor bu yerda va mana shunday gaplar bo'lmoqda ayni paytda dunyoda Kuni bo'yi reels ko'rib o'tishni o'rniga qilishingiz mumkin bo'lgan 5 ta foydali hobbilar. Birinchisi sudoku, o'rtoqlar. Boychechakni tutdilar. Bizga bitta lavash va sherigimga bitta bu. O'zbekiston terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi uchrashuvida biz gol o'tkazib yuborganimizdan keyin yig'lagan jajji o'zbekistonlik muxlis videosi butun dunyoda tarqalib ketdi. Millionlab ko'rishlar soniga ega bo'lmoqda va hattoki taniqli karikaturachi Hamid Sahariy O'zbekiston Kolumbiya uchrashuviga bag'ishlangan video e'lon qildi. Ana shu videoda mana shu yig'lagan, ko'z yosh to'kkan bolakay asosiy qahramon qilib olingan. Videoni siz ham tomosha qiling, juda ham ruhlantiruvchi kontent bo'lgan. Uzbekistan can't say they haven't been
Gol!